Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi test variantimiz tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi savol. X ning o'rniga qanday son qo'yilsa, proporsiya to'g'ri tenglikka aylanadi? Biz bilamizki, proporsiyaning o'rta hadlari ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng. Demak, 12 bilan 3 ni ko'paytmasi, mana 12 bilan 3 ni ko'paytmasi bizda 9 bilan x ko'paytmasiga teng. Demak, 12 ko'paygan 3 teng 9 ko'paygan x. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36. 36 teng 9x. 9 ko'payish bo'lib turibdi. Chap tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. X teng deyman 36 taqsim 9. Ya'ni x teng 4. C javob. Tenglamani yeching. Demak, buni ham proporsiya qilamiz. 4 bilan 3 ko'payadi. Demak, 4x minus 4 bilan 1 ni ko'paytiramiz. Shuni mana bu rangda qilay, ikkalasini. Demak, 4x minus 4 ko'paygan 1, 4 ko'paygan 3. Qavsni ochadigan bo'lsak, 1 ga ko'paytirsak hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. O'zini yozib qo'ysak bo'ladi. 4x minus 4 teng 12. 4x teng ekan 12 plus 4. Demak, chap tomondagi minus 4 qiymat o'ng tomonga plus 4 bo'lib o'tadi. Ishorasi almashib o'tadi. Demak, 4x teng ekan 16. Demak, bundan x teng ekan 16 bo'lingan 4. Ko'payish bo'lib turibdi. Bo'lish qilib o'tkazamiz. Demak, x teng ekan 4 ga. Ajoyib. 3-savol. Tengsizlikni qanoatlantiradigan eng katta butun son nechaga teng? Demak, mana shu tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni topishimiz kerak. Minus 18,1 dan 25,3 gacha. X qiymati, misol uchun 0 qo'ysak ham to'g'ri, 1 qo'ysak ham to'g'ri, minus 10 qo'ysak ham to'g'ri. Lekin biz eng katta butunni topishimiz kerak. O'ng tomondagi chegara 25,3, undan kichik bo'lgan butun son 25 ni o'zi. 25 dan keyin 25,3 keladi-da. Shuning uchun x teng 25. Javob. 300 ni 15% ni toping. Demak, 300 ko'paygan 15 bo'lingan 100. Demak, biz nollarni qisqartirib yuborsak, 2 ta 0 ketdi. 3 ko'paygan 15. Ya'ni 45 ga teng ekan. C javob. Quyidagi chizmada kvadrat tasvirlangan, uning yuzi 4 ga teng bo'lsa, tomonni topishimiz kerak ekan. Demak, kvadrat tomonni a deb belgilasam, kvadrat yuzi s teng a kvadrat bo'ladi. Shu a kvadratimiz 4 ga teng ekanda. A kvadrat teng 4. Bundan a'miz 2 ga tengligi ko'rinadi. Tomon 2 ga teng bo'lsa, yuzasi 4 bo'ladi. 6-savol. Simdan eni 12 cm, bo'yi 14 cm, balandligi 18 cm bo'lgan to'g'ri burchakli parallelped yasalgan. Buning uchun necha santimetr sim ishlatilgan? Demak, men sizlar uchun parallelped chizib oldim. Eni 12, bo'yi 14 ekan. Demak, mana bu joy eni bo'lsin, bu tomon bo'yi bo'lsin. Balandligi 18. Mana bu qizil chiziqlar balandlik. Mana shu parallelpedni yasash uchun 18 santimetrli qirradan 4 ta, mana qizildan 4 ta ketadi. Bizga jamiz kerak-da. Buni yasash uchun necha santimetr sim ishlatilgan deyapti. Qirralari, uzunliklari yig'indisini topamiz. 18 ko'paygan 4 plus yana mana bu uzunligi 12 santimetrlik kesmadan nima bo'lyapti? Nechta ishlatilyapti?
Mana 12 santimetr, 12 santimetr, bu ham 12 santimetr. 4 ta. Demak 12 ko'paygan 4 plus 14likdan ham xuddi shunday 4 ta. Mana bu ko'k rangdagi qirralar. 14 ko'paygan 4. Qo'shib chiqsak santimetrda chiqadi. Chunki qirralar uzunliklari santimetrda berilgan. 4 ni chiqarib ketay shu joydan. 18 plus 12 plus 14. Demak 4 ko'paygan, ikkalasini qo'shsam 30. 30 ga 14 imiz 44. 44 ko'paygan 4 bo'lyapti. Demak 176 santimetr bo'lar ekan. Yasash uchun 176 santimetr sim kerak. 20 ta har xil guldan birini necha xil usulda tanlash mumkin? Qo'lingizda 20 ta gul bor. Bitta mayli qo'lingizda emas, do'konda 20 ta gul turibdi. Bittasini olishingiz kerak. Sizda tanlashda imkoniyatlaringiz 20 tada. Shunday do'konga bordingizdagi 20 ta gul turibdi stolning ustida. Siz bittasini olishingiz kerak. O'sha 20 tadan xohlagan bittasini ola olasiz. Tanlash imkoniyatingiz 20 ta. Demak, bejavob. 18. Hisoblashimiz kerak buni. Qulay usulda hisoblashimiz uchun 5 ni qavsdan tashqari chiqaraman. Ikkalasida ham ko'paytuvchi bo'lib turibdi. 5 17 plus 16. Demak 5 ko'paygan qo'shadigan bo'lsak 33. Ko'paytirsak buni 165. Agar a soni 55 ga qoldiqsiz bo'linadigan son bo'lsa, unda bu son quyidagilardan qaysi biriga doim qoldiqsiz bo'linadi. Demak a soni deyapti 55 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Xohlagan birorta 55 ga bo'linadigan sonni olib tekshirsangiz ham bo'ladi agar qoidasi esingizdan chiqib ketsa. Lekin 55 ga bo'linish qoidasi umuman olganda o'zimiz biladigan qoidalar shu 2 dan 13 gachani bilamiz. Undan uyog'ini keltirib chiqaramiz. Misol uchun 55 ga bo'linish qoidasini toping deydigan bo'lsa, biz 55 ni ikkita o'zaro tub son ko'paytmasi ko'rinishda tasvirlaymiz. 55 imiz 5 bilan 11 ga ajraladi. Ya'ni qandaydir son 55 ga bo'linsa, u sonlar 5 ga ham 11 ga ham qoldiqsiz bo'linishi kerak. Yoki bir vaqtda 5 ga 11 ga bo'linadigan son 55 ga ham bo'linadi. Shuni qoida sifatida eslab qolsangiz bo'ladi. Yoki 55 ga bo'linadigan son deb 55 ni o'zini olsangiz, 55 imiz 11 ga bo'linadi. 7, 9, 13 ga bo'linmaydi. Javob ekan. 11 bilan o'sha a sonimiz 11 bilan 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qat'iy bo'linadi 5 ga. A bo'linadi 11 ga. Chunki 55 ga bo'linyapti. 41 kilometr necha metrga teng? 1 kilometrimiz 1000 metrga teng. Demak 41 kilometrimiz 41 kilometrimiz nechaga teng? 41 ko'paygan 1000. Ya'ni 41 000 metr. C javob. Tahlilimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.